Bu olam qalin barglar orasidan sizib o'tayotgan yorug'likdan bahra ola olmaydi. Barglar qalinligidan quyoshning tarqoq nurlari o'rmon poyiga bazo'r yetib boradi. Sharpa yangliq soyalar va yashirin nigohlar olami. Changalzor o'z bag'rida minglab sirlarni yashirib kelayotgan ulkan va yashirin saltanatga o'xshaydi. Bu ona sayyoramizning o'tish qiyin bo'lgan qadim changalzorlardan biri. Qalin o'rmonda boshpana topgan millionlab maxluqlarni inson hali ko'rmagan. Shu paytgacha yer yuzida mavjud tirik organizmlarning eng katta yig'indisi shu changalzorda hayot kechiradi. Ular jug'rofiy jarayonlar, muzlik yoki inson faoliyati tufayli yuzaga kelgan o'zgarishlardan chetda tinchgina yashab kelmoqda. Borneo va Sumatra changalzorlarida hayot qaynamoqda. Ssenariy muallifi va rejissyor Juan Antonio Rodriguez Liano, ijrochi prodyuserlar Pablo Aleman va Rosa Perez Roa. Changalzor sayyorasi. Qadim changalzorlar. Janubiy Xitoy dengizining katta orollari yer yuzidagi eng sirli changalzor vatani sanaladi. Janubi-sharqiy Osiyoda joylashgan Borneo maydoni jihatidan yer yuzida 3-o'rinda turuvchi oroldir. Orol Malay arxipelagi o'rtasida joylashgan. Million yillar davomida bu yerdagi o'simliklar yirik jonivorlar bilan hech qanday aloqa bog'lamagan holda yashab kelgan. Yetib borish qiyin bo'lgan olisdagi bu orollar paydo bo'lgan kunidan boshlab uzoq zamonlar davomida tinch va ovloq changalzor bo'lib kelgan. Keyin 2 million yil avval hamma narsa o'zgardi. Muz davrida dengiz sathi keskin pasayib, natijada Borneo, Sumatra, Yava bilan Osiyo qit'asi o'rtasida quruqlik paydo bo'lgan va u o'ziga xos ko'prik vazifasini o'tagan. Go'yo darvozalar ochilgandek bo'lgan. O'simliklar, sut emizuvchilar, qushlar va sudralib yuruvchilarning son sanoqsiz oqimi o'sha orollarda o'sib turgan o'ziga xos o'simlik dunyosi bilan birlashish maqsadida to'satdan ochilib qolgan quruqlikka qarab ko'chishga tushgan. Ma'lum vaqt o'tib, oxirgi muzlik davrida dengiz sathi yana ko'tarildi va Borneo yana orolga aylandi. Shunda bu yerdagi biologik rang-baranglik yana tashqi olamdan ajralib qoldi. O'simlik va hayvonot dunyosi boshqa qit'alarda mavjud qonun-qoidalardan mustasno holda gullab-yashnab, tobora rang-barang bo'lib boradi. Changalzordagi hayot sinchkov kuzatuvchining nigohidan bir zumga bo'lsa-da chetda qolmaydi. Orangutan changalzorni boshqalardan ko'ra yaxshiroq biladi. Bu maymunlarni faqat Borneo bilan Sumatrada uchratish mumkin. Ona sayyoramizda daraxt ustida yashaydigan barcha jonzotlar ichida orangutan eng yirigi sanaladi. Ayrimlarining vazni 100 kilogramdan oshishiga qaramay, bu maymunlar o'z hayotining asosiy qismini balandligi bir necha 10 metr bo'lgan daraxtlar ustida o'tkazadi. Ular qalin barglar orasiga yashiringanicha changalzorni bemalol kuzata oladi.
Orangutanlar uchun yagona yashash joyiga aylangan changalzor ekotizimi bu yerda makon topgan maxluqlar sonining ko'pligi va rang-barangligi bilan hayratga soladi. Hisob-kitoblarga qaraganda, bu o'rmonda daraxtlarning kamida 3000 dan ortiq, gullab turgan o'simliklarning esa 15000 dan ziyodroq turi mavjud ekan. Baland o'simliklarning mo'l ko'lligi behisob jonivorlarning yashab qolishi uchun xizmat qiladi. Orangutanlar nam va iqlim o'rmonda qizil xipchatan hamda cho'chqadum maymun kabi boshqa turdoshlari bilan yonma-yon yashaydi. Ushbu o'rmon ekotizimi har bir jonivorni ehtiyojiga qarab, ozuqa bilan bemalol ta'minlay oladi desa bo'ladi. To'g'ri, itsimo maymunlarga bu yoqmasligi mumkin, negaki ularning taomnomasi ancha rang-barang va bundan voz kechish niyati yo'q. Tan olish kerak, o'rmon hayotida hasharotlarning tutgan o'rni baland. Aytishlaricha, bu yerda hasharotlarning milliondan ortiq turi bo'lishi mumkin. Ularning ko'pi hali fanga ma'lum emas. Qurt-qumursqalar o'rmonning haqiqiy egasidir. Biroq bu ularning dushmani yo'q degani emas. O'rmon ajdari chumolilarni tutishga juda usta. Urg'ochi, yovuz ovchi. Eng muhimi, daraxtning kerakli novdasini topib kutish kerak. Agar u joyni to'g'ri tanlagan bo'lsa, yemish tayyor. O'rmon ajdarining erkagi ham shu atrofda ov qilib yuribdi. Uni terisining to'q yashil rangi va tomoq ostidagi antiqa baqbaqasidan tanib olish mumkin. Turlanib turgan baqbaqa yashil kaltakesakka hududni belgilash va eng muhimi, urg'ochilarni jalb etishda yordam beradi. Hasharotlar to'yimli oqsil manbai sanaladi. Shu bois ular ayiqlarning eng noyob turlaridan biri bo'lgan va hozirda yo'qolib ketish xavfi ostida turgan Malay ayig'i kabi mazaxo'rlar uchun ajoyib gazak sanaladi. Bu jonivor yer yuzidagi eng kichik ayiqlardan biridir. U Janubi-Sharqiy Osiyoning tropik o'rmonlarida hamda Borneo va Sumatra orollarida yashaydi. Garchi Malay ayig'i etxo'r jonivorlar sirasiga kirsa-da, aslida hamma narsani yeyaveradi u. Aftidan unga changalzor yetishtiradigan son-sanoqsiz sabzavotlar ma'qul ko'rinadi. Ko'plab ayiqlar singari u ham asalni xush ko'radi. Yana mayda sut emizuvchilar, sudralib yuruvchilarni va albatta mayda hasharotlar bilan oziqlanadi. Hozir ham zo'r berib, daraxt po'stlog'i ostidan nimandir izlamoqda. Hasharotlar ishg'ol etmagan yerning o'zi yo'q. Ular o'rmon tuhfasi bo'lgan barcha ne'matlardan to'liq foydalanadi va tabiiyki, o'zi ham ko'hna bu ekotizim ozuqa zanjirining ajralmas bo'lagi sanaladi. Borneoning sir-sinoatga to'la o'rmonida g'alati mavjudot, ko'rshapalaklarning yer yuzidagi eng katta to'dasi yashaydi.
Har kuni qosh qoraygan paytda changalzor bag'ridan millionlab ko'rshapalaklar parvozga ko'tariladi va ular har kecha bir necha tonna hasharotni yeb bitiradi. Ko'rshapalaklar tungi osmonni nazorat qilayotgan paytda orangutanlar daraxt ustida tunash uchun o'ziga shox-shabbalardan joy hozirlaydi. Har kecha bu yotoq yangilanadi. Mustahkam va ishonchli boshpana maymunlarni chivinlar hujumidan asrab, yomg'irdan pana qiladi. Lekin hatto tunda ham changalzor dam olish nimaligini bilmaydi. O'rmon ahli joy almashadi xolos va tez orada changalzor tun jonivorlari bilan to'ladi. Tong otdi. Orangutanlar erinibgina uyqudan bosh ko'taradi. Ularning shoshadigan yeri yo'q. Axir changalzor ular uchun jannat monand go'sha sanaladi. Bu maymun daraxtda o'tirgancha novdalarda qolgan oxirgi mevalar bilan o'zini siylayapti. Biroq bu boylik, o'simlik va hayvonot olamining rang-barangligi changalzorda hayot osoyishta kechadi degani emas. Changalzor hayoti rang-barang bo'lishi mumkin, biroq afsuski, mana shunday o'rmonda yemishning taqchilligi tufayli orangutanlar odatda yolg'iz yashaydi. O'simlik olamining nihoyatda boyligiga qaramay, changalzor orangutanlarning katta to'dasi birga oziqlanishi va birga yashashi uchun yetarli darajadagi yemishni yetkazib bera olmaydi. Shuning uchun ular har kuni yakka holda oziqlanib, o'ziga o'zi g'amxo'rlik qiladi. Agar mevasi serob daraxt topilsa, ahvol o'zgaradi. Shunday paytda bir nechta maymun o'z manfaatini ko'zlagan holda bir joyga yig'ilib, bir to'daga birlashadi. Tabiiyki, atrofda yetakchi erkak maymunlar bo'lmasligi kerak. Vaqtinchalik to'da o'ynab, kulib, qorin to'qlaydi. Shuni aytish lozimki, tropik o'rmonlarda yomg'irning tutgan o'rni salmoqli. Maydoni katta bu orollarda qariyb har kuni tropik bo'ronlar bo'lib turadi. Yomg'ir o'rmon ahlining kundalik odatlariga deyarli o'z ta'sirini o'tkaza olmaydi. Biroq ayrim o'simliklarga har qalay yomg'irning ta'siri bor. Masalan, nafis mimoza, uning barglari bo'ronning vayronkor kuchidan omon qolish uchun o'ralib oladi.
Tinmay quyayotgan yomg'ir irmoqlar hosil qiladi. Keyin ular keng yoyilgan azim daryolarga aylanadi. Timsohlar bu yerning eng qo'rqinchli maxluqidir. Daryo yoniga suv ichish uchun kelgan yoki undan suzib o'tishga jur'at etgan har qanday jonivor qo'rqinchli sudralib yuruvchining o'ljasiga aylanadi. Tropik daryolarda yashashga majbur timsohlar doim raqobatlashishga mahkum. Juftlashish mavsumida hudud uchun bo'lgan janglar kuchayadi. Bu paytda har bir timsoh o'z hududini belgilab, bu haqda qo'shnilarni ogohlantiradi. Nisbatan kuchsizroq timsoh har qalay ehtiyot bo'lgani ma'qul. Borneo changalzorlari nam bilan to'yingan. G'aroyib bu olamda rafleziya o'simligi uchraydi. Gul kurtagining aylanasi 1 metrga yetadi va 10 kilogrammgacha tosh bosadi. Biroq uning faqat 30% gul bo'lib ochiladi. Qolganlari esa chirib bitadi. Yomg'irlardan so'ng ming afsuski, yana bir maxluq, chivinlar paydo bo'ladi. Mitti bu qonxo'rlarning nishidan hech bir tirik jon qochib keta olmaydi. Hattoki mayda tangachali terisi ancha qalin echkemar ham bundan istisno emas. Oxir-oqibat chivindan qutulish uchun hamma oddiy, ammo samarali usulni qo'llaydi. Qochib qoladi. Ulkan daraxtlarga juda ko'p suv kerak. Borneoning yana bir g'aroyib jihati, bu yerda olmaxonlarning 30 dan ortiq turi yashaydi. Ular orasida bahaybatlari bo'lib, katta olmaxonlarning og'irligi 1,5 kilogrammdan oshadi. Yana mitti va hovliqmalar ham bor. Ularning vazni bazo'r 10 grammga yetadi. Bu yerda hech narsa behuda ketmaydi. Meva qoldiqlari yuzlab mayda baliqlarni o'ziga jalb etadi va ular ozuqaga ega bo'ladi. Ha, xuddi osmondan tushgan tuhfa misol. Daryo toshbaqalari ham biror gazak ilinjida suvda suzib yuradi. Yer yuzasida esa bir nechta kapalak bo'rondan so'ng suv qoldirgan tuzni yalash bilan ovora. Yomg'ir suvlari yig'ilib, butun changalzorni aylanib o'tadigan azim daryolarni hosil qiladi. Daryoning sokin sohilida qarqara xotirjam turgancha o'ljani kutmoqda. Qadim bu o'rmonlarda suv o'zgarmay turadi. Suv bilan birga unda hayot kechiruvchi jonivorlar paydo bo'ladi. Suv ichida baliq va amfibiyalar yashaydi. Bu yerda 400 dan ortiq baliq turi va amfibiyalarning 100 ta turi aniqlangan. Qarqara juda boy ekotizimda yashashini yaxshi bilsa kerak. Orolda yemish ko'p. Sabr bilan kutish kerak.
Ana shunda ertami yo kech, qarqara o'zi uchun boshpanaga aylangan suv ichidan baquvvat va nishonga bexato sanchiladigan burni yordamida biror bir o'ljani tortib chiqaradi. Shafqatsiz, ammo boriga qanoat qiladigan ovchi. Har doim ozgina ozuqa bilan cheklanishga o'rgangan. Qadim bu o'rmonlar hayoti olisdagi dengizlar oqimi bilan chambarchas bog'langan. Gulshiraxo'r shira va urug'larni qayrilgan o'tkir tumshug'i yordamida yig'ib oladi. To'tiqushlar yangi urug'larni izlash bilan ovora. Hamma narsa Ninyo deb nomlangan tropik okean oqimi va u tufayli ob-havoda yuz beradigan o'zgarishlarga bog'liq. Har 4 yilda qurg'oqchilik bo'lib turadi. Shunda 90% daraxt turib bir paytning o'zida gulga kiradi. Tabiiyki, hosildor bu yillarning o'rmon ahliga va xususan orangutanlarga ham ta'siri bor. Shunda urg'ochilar kamdan kam issiqqa chiqadi va ular bir necha oydan so'ng bolali bo'ladi. Orangutan bolasi kechasi bilan mijja qoqmadi. Ammo onasi yonida va uni tinchlantira oladi. Ona maymunlar bolalariga ularni o'rab turgan g'aroyib bu olam haqida saboq berish uchun mas'ul. Urg'ochilar 7 yil davomida bolalariga sabr-toqat bilan changalzor haqida bor bilim va tajribasini o'rgatadi. Jumladan baland daraxtlar ustida bir shoxdan ikkinchisiga qanday qilib bexatar sakrash mahoratidan saboq beradi. Orangutanlar o'zi yashaydigan atrof muhitni juda yaxshi biladi. Shu sababli o'zi uchun ozuqaga aylangan 300 dan ortiq sabzavot va mevalarni o'rmonning istagan burchidan bir zumda topa oladi. Yana ular issiqlikni tushirish kabi xususiyatga ega 1000 ta o'simlik turini bir-biridan ajrata oladi. Mittivoylar yon atrofdagi qo'shnilarni bir-biridan ajratishni o'rganadi. Qaysi biri o'lja, qaysi biridan esa qochib qolgan ma'qul. Ko'hna o'rmon bag'rida shilimshiq maxluqlar uchun ham joy ajratilgan. Bahaybat shilliq qurtlar, yopishqoq rangdor chuvalchanglar va hammani qo'rquvga soladigan hamda istagan paytda etga yopishib, tirik jon uchun qimmatli bo'lgan qonni so'radigan jirkanch zuluklar. G'alati umurtqasizlar va boshqa maxluqlar changalzorda orangutanlar bilan qo'shni yashaydi. Ularning hammasi bir-biri bilan ko'zga ko'rinmas sirli rishtalar orqali bog'langan. Borneo changalzorlari hali kam o'rganilgan ibtidoiy o'rmon hududlaridan biri sanaladi.
bir necha 10 yil avval biologik jihatdan rang-barang bo'lgan va ona sayyoramizning eng katta, eng keksa tabiiy xazinasi bo'lmish bu yerlar hali inson qadami yetmagan hudud sanalardi. Hatto bugun tezkor sur'atlar bilan xarob qilinayotganiga qaramay, uning bag'rida bitmas-tuganmas boyliklar saqlanmoqda. Aqlli va har narsaga qiziquvchan orangutanlar, tortinchoq malay ayiqlari va maqtanchoq karkidon qushlarning yangi avlodi hali ham qadim ajdodlari yashagan o'rmonda o'zini bexavotir sezadi. Qushlarning o'nlab, daraxtlar va gullarning minglab noyob turlari hamda hali fanga ma'lum bo'lmagan millionlab mitti mavjudotlar shu o'rmonda hayot kechiradi. Sir sinoatga to'la changalzorning tumanli qa'rida esa hali kutilmagan jumboqlar ko'p. Film Dunyo bo'ylab telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.